Lüksimizin devamı, hürmetli vatandaş. Nima dedik? Jungoni tanqid qilguvchilarni basmoqchi bo'ldi, fikrda basmoqchi bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari davomı Davlat Mahkamasi dokumentida mundaq ko'rsatdi. To'rt unsurlari, ya'ni qizilboshliq tugunaklarning faoliyatlari doim degidek odam o'ldirish, zo'ravonlik ve hücum qilish tahdidiga o'zgarib turdi ve yomon g'arazlik bilan tor hujumi qo'zg'ashga o'zgarib turdi. To'rt zo'migarlari, ya'ni qizilboshliq tugunaklar xususiy shaxsiy uchurlarni oshkorlab, parokanda qilib, ruxsat olmagan taqdirda to'rt shaxsiy uchurlarni e'lon qildi. Cümleden bütün ismini işletip ilan kıldı. Öy adreslerini koşup şor ilan kıldı. 2021 yılı 3. ayda Cungo Taşkı İşler Ministerliği bir neçe adam oturgu elip çıkan horlaş doğrusudaki paketlerini ve ayıpleşlerden guman kılıdığallığını oturup koydu. 5. Noktalık söz ibarlarını tergip kıldı, teşvik kıldı. Cungo'nun Şinjan Uygur Abdunum Rayni, yani Müstemlik Uyguristan doğrusudaki teşvikatı, Cungo'nu tenkit kılgan söz ibarlarını inkar kılış, hakiki energiya doğrusudaki sahtı hikayelerini tokup çıkış, koyup biriş, irq yo'qotish ve insaniyet karşı cinayet sadır kılganlık doğrusudaki Cungoni ayıplaşlarını inkar kılıp zarbi berishga urindi. 6. Mustaqil matbuotlarning tanqidlarini inkar kıldı ve bununla zarbi berdi. Jungo teşviqat amaldori bazı mazmunlarni kengaytib e'lon kıldı. Bu orqali mustaqil matbuotlarning ve xalqaro dangliq bilim g'aznilarining söz iboralarini inkar qildi. Üçüncü bir tarafdan Jungo Uyg'urlarni majburiy emgakka soldi degan ayblashlarga taqobil turish uchun Jungo diplomatiya organlarining to'rt ve Kompartiyanın başqurishi ostidagi matbuotlar, tashkilotlar ve mashina odamlar başqurishidagi torbatlari Şinjan'da, yani Müstemlik Uyg'uristonda paxta terish mashinalashqandaydigan suratli xabarlarni e'lon qilib, bu rayonda, yani Şinjan Uyghur Abdunum rayonida Müstemlik Uyg'uristonda paxta mahsulotlarini ishlab chiqarishga majburiy emgak ketmaydi deb bishorat bermoqchi bo'ldi. Bundaq targ'ibot tashviqot Jungo doirasida 100 mingdan ortiq Uyg'urni majburiy emgakka o'rinlashtirish shaklida Şinjan Uyghur Abdunum rayonidan, ya'ni Müstemlik Uyg'uristondan yo'tkab chiqib ketganlikdan iborat ve boshqa yerda zavodlarda ishlatilganligi to'g'risidagi xabarlarga taqobil turish ve bu paketlardan o'zini qochirish uchun elib berilgan tashviqot edi. 7. Haqiqiy energiya hikoyasini so'zlab targ'ib qilib, Jungoning irqiy qirg'inchilik siyosatini va insoniyatga qarshi jinoyatini ayblagan xalqaro jamoat fikriga zarba bermoqchi bo'ldi. Güzel Şinjan isimlerini avrishkillerini işletip Şinjan Uyghur Abdunum rayoni, yani Müstemlik Uyg'uriston to'g'risidagi haqiqiy energiya hikoyasi so'zlab tarqatib, insoniyatga qarshi jinoyat, irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qildi degan ayblash va tanqidlash xarakterdagi yozma va xabarlarga zarba berdi. Bu xabarlarni rad qildi.
köp mənbəlik mədəniyyət cəmiyyəti və inaqlıqda billi turuş hikayələri hem de Cungo Kompartiyasının Uygurlarını kən köləmdə nazaret qilishi roşan selektormu bolup qaldı. Cümleden bunun içinde hükümet əməldarları her ili Uygur ailede 6 həftədən artıq turuşu gerek. Bunda təşviqatla, tərqibatla Cungo Kompartiyasının nopos ahali quruluşuğa qaratılğan diqqətni başqa tərəfə burib etiş. Bu quruluş sistemli qaldı Şinjan Uygur Avtonom rayonida müstəmlik Uyguristan'da köçmən xanzularning, yani Xitaylarning nopusini köpəytiş, yerlik Uygurlarning nopos ahalisini şalanglatishga xizmat qilatdi. Yana davom bor. Xudo xolisa hammalarni Alloh aman qilsin vatandoshlar. Endi biz tuvanda Michel Barcheletning doklati to'g'risida sizlar bilan muhokama olib boramiz.